Ha? Voy. Qaysi o'ynashingiz bilan keldingiz? Layli. Sen nima osmondan tushdingmi? Qaysi o'ynashingiz bilan keldingiz devommi? O'shancha choy ichmabsiz-da, ha? Nima? Meni poylab yuribsanmi ketimdan? Men choy ichganim yo'q. Qara. Qani o'ynashingiz qatga bekindi? Ushlasam sochini yulaman, qani? Toming ketyaptimi seni? Kechadan beri vimogat qilyapti. Mashinada urib ketgandim-ku. Qamataman, u qilaman, bu qilaman deb shantajlik qilyapti. 50 ming dollar so'rayapti. 50 ming? Ha? Men senga borib dardimni aytayotganim yo'q-ku. Sochimni qara oqarib ketayotganini. Mashti ko'rishdik, gaplashdik. Men aytdim, zo'rg'a oylikdan oylikkacha yetkazsam o'zi bechara bo'lsam dedim. Mashinam ham o'zimniki emas dedim. Kira qilaman dedim. Tushunmayapti boru, shantaj qilib ketyapti. Ha, nimaga shuni menga aytmaysiz? Ayol kishini tilini ayol kishi tushunadi. Endi har narsani senga aytavermayman-ku. Men nima deb o'yladim, bilasizmi? O'ynashingiz bor ekan deb o'yladim. Shunaqa o'zgarib qolganingiz uchun. Men o'zgarib qolganim yo'q, xotin. Bilasan-u, seni sevaman-u. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat deyiladi. Boring-ne, aytish kerak edi. Men nima xayolga borib yuribman, erim yuryapti deb. Sochlaringni qara, shoshib pishib kelganingga sochlaring antena bo'lib qopti. Voy, antena bo'ladi-da. Tepa sochim tikka bo'lgandan keyin.